Biogomus sifatli organik o'g'it bo'lib qishloq xo'jaligi ekinlarining barchasiga qo'llash mumkin. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, Kaliforniya qizil chuvalchan yordamida organik moddalar qisqa muddatda o'simliklar tez o'zlashtira oladigan biogomusga aylanadi. Natija esa pomidor bodringga yo'q deganda 40-50% gacha hosildorlikni oshirib beradi. Birinchidan kasalligini oldini oladi. Ikkinchidan yerda unumdorligini oshiradi. Namligini saqlaydi. Ichidagi nima deydi, zahar o'shandaga nisbatan dori sepmaysiz. Nitratlar oz bo'ladi. Ichidagi kerakli shakar, ichidagi uglevodlar. Shuni ichida mineral o'g'it solmaydi. Mineral o'g'it yo'q deganda 1 kilosi 1000 dan 6000 dan 11-12 minggacha. Bunisi narxi bo'lsa 2000, 2500, 3000. Lekin buni solgan sari bu 3 yilga ta'sirini beradi. Ichidagi mineral o'g'it oldin solgan mineral o'g'itni o'sha mikroorganizmlar buni hazm qilib o'sha o'simliklarga beradi. Mana qarang, hech qachon yutkizmaysiz. Foyda qilsangiz foyda qilasiz, xolos, zarar ko'rmaysiz. Hozirda Farg'ona tumanida faoliyat olib borayotgan Bahodir Solijonov boshchiligida Ekogomus mahsuloti cheklangan jamiyatda biogomus tayyorlanmoqda. Jamiyat 1997-yili ish boshlagan. Ayni kunda Bahodir aka 1000 nafarga yaqin shogirdlari bilan birgalikda respublikadagi filiallarda 10 000 tonnadan ziyod biogomus ishlab chiqaradi. Biogomus tarkibida 40-50% quruq organik massa, 20-25% gumus, azot, fosfor, kaliy, mikroelementlar va foydali mikroorganizmlar mavjud. Hamma ishda o'zgarishi know-how'si bor, yangiligi bor. Biz endi hozir ko'rib turganingizda birinchi bosqich, birinchi bioreaktordan boshlab oxirigacha sertifikat olgunga qadar butun jarayonni necha yildan beri o'rganib, tadqiqot shogirdlarimizdan qilib bu narsaga erishdik. O'zbekiston sharoitida Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari orqali biogomus tayyorlash va unga ishlov berish, daromadlar hamda biogomus tayyorlashning o'ziga xos jihatlari yaxshi natija berayotganini ta'kidlaydi mutaxassis. 80 sm qalinligida 500 kilo hisoblasangiz, bu degani 1 kvadrat metrdan 2 million. 2 milliondan demang, 1 million. Endi 2 sotigizda necha kvadrat chiqadi? Bunga faqat mehr qilish kerak. Rahmatli dadam aytadi, chuvalcham bilan gaplash dedi. Hamma shogirdimga o'rgatganda shu narsani shiorimni qo'yganman. Gaplash, mehr qo'y. Shuna shogirdlarimiz bor, aka 1 yilda 50 barobarcha chuvalchan qilganlar bor. Bahodir akaning bu sohadagi ustozi rahmatli otasi Hayitboy Solijonovdir. Biogomusning qimmatli xususiyati shundaki, tarkibida o'simliklarni oziqlantiruvchi moddalar miqdori 10 marotaba ko'p. O'sha xonadonlarda qiladigan odamlar bo'lsa, mikrokredit olsin, mablag'i bo'lsa qilsin. O'sha go'ndan 10 barobar biznesda bu, foydasi keltiradigan biznes. Buni yo'lga qo'yib oladigandan keyin birinchi o'rinda xomashyo, ishlab chiqarish, sotuv. Sotuvni biz o'sha kerakli miqdorda kerakli narsa bo'lsa, keyin biz bozorda yuqori narxda olamiz. Sifatli bo'lsin. Biogomus tayyorlanib, paxta va g'alladan yuqori hosil olingan. Biogomusni sabzavot va poliz maydonlarida ham qo'llab, ekologik toza mahsulot olish mumkin. Kelgusida qishloq xo'jaligi uchun juda muhim hisoblangan bu mahsulotni tashqi bozorga ham yetkazib berish rejalashtirilgan. Investitsiya vazirligida hozir tender o'tkazilib, 100 ta tashkilotdan bizi tashkilotimiz g'olib chiqqan. Buni dunyoga eksport qilib, hamma yo'nalish boshqa o'rgatish bo'lyapti. Hozir dars o'tilyapti, o'rganyapmiz. Bu bilan nima demoqchiman? Eng asosiy eksportga chiqaramiz biz buni. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 13-fevralda qishloq xo'jaligi yerlari degradatsiyasiga qarshi kurashish, tuproqning gumus miqdori va unumdorligini oshirishni qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 71-son qarori imzolangan edi. Ushbu qaror ijrosini ta'minlash, tuproq unumdorligini oshirish, mavjud yer resurslaridan samarali foydalanish va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlarini ko'paytirish maqsadida Respublika Vazirlar Mahkamasining qishloq xo'jaligi yerlari unumdorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida qarori qabul qilindi. Mazkur qarorning birinchi ilovasiga muvofiq respublikadagi 13 ta tumanning har birida tashkil etiladigan 500 gektarlik ko'rgazmali paxta maydonlarida tuproqni organik modda gumus bilan boyitishga qaratilgan agrotexnika tadbirlardan foydalanish bo'yicha seminarlarni tashkil etish belgilangan. Ekogomus mahsuloti cheklangan jamiyatida uy sharoitida klaster usulida biogomus yetishtirish va shu orqali aholining daromad topishiga qaratilgan ko'rgazmali seminar viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Alibek Tursunov boshchiligida tashkil etildi. Unda O'zbekiston sharoitida biogomus ishlab chiqarish texnologiyasi hamda biogomus yordamida yerlarning unumdorligini oshirish masalasi asosiy e'tiborda bo'ldi.
Ya'ni Qo'shtepa tumanida o'zimiz va o'zimizdan tashqari yana 10 ga yaqin shu yirik ishlab chiqarayotgan shogirdlarimiz, ukalarimiz bor. Ular har yili o'zini oilasiga 20 million, 30 million, ba'zilari 100-200 milliongacha qo'shimcha daromad olib kiradi, ya'ni biogo'miz tayyorlashdan. Va undan tashqari biogo'mizni o'zini xo'jaligi uchun, ya'ni dehqon xo'jaligi uchun ishlatib turganlarim bor. Ular foydasi undan ham ko'p bo'ladi. Ya'ni biogo'miz ishlatib qishloq xo'jaligida ekilayotgan ekinlardan yuqori hosil olish bilan birga yuqori daromad olib kelyapti o'zini oilasiga. Dehqonchilik mahsulotlarini yetishtirishda yerning unumdor bo'lishi muhim jihatlardan biridir. Ayrim hududlarda yerlarning hosil berish ko'rsatkichi kamayishi kuzatilmoqda. Yerlarni qayta davolashning eng samarali usullaridan biri Kaliforniya qizil chuvalchaklarini ko'paytirib, biogo'miz hosil qilib yerlarga berishdir. Oxirgi yillarda bu organik chiqindi qishloq xo'jaligi asosan oziq-ovqat yetishtirish sanoatida keng ko'lamda ishlatilmoqda. Viloyat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi mutaxassislari ishtirokida o'tkazilgan seminar yakunida biogomizning turli hollarda qo'llanishi, hosil miqdorini va tuproq unumdorligini oshirish bo'yicha takliflar aytib o'tildi. Ayni kunlarda esa Farg'ona viloyatining Beshariq tumaniga Ekogomiz mahsuloti cheklangan jamiyati tomonidan 1600 tonnadan ziyod biogomiz uchun shartnoma tuzilib yetkazib berilmoqda.